Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xattabi Qur'onlik qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 7-qism. 4. İşki safni ratlash va qo'mondan saylash. Xattabi dastlabida puxta asos va mustahkam yurish qilish bazasi tayyorladi. Bu baza uning o'z qabilasi Bani Viryag'il edi. 1920 yil 20 sentabr Xattabi Ajdirning janubidagi Imozon shahrida Bani Viryag'il qabilasining cho'nglari qatnashgan kengash yig'inini o'tkazdi. Va bu yig'inda ko'z oldidagi rifqlarning diniga va mollariga, hatto hayotiga keladigan xatarlar haqida inchga to'xtaldi. U so'zining oxirini barliq tirishchanligini ko'rsatib, saflarni birlashtirish, o'zaro adovat va dushmanlikni tugitib, ispanlarning hujumiga qarshi turish haqidagi so'zlar bilan tugatdi. Bu yig'inda Xattabi o'tirib qo'ygan fikrlarni qabila boshliqlarining ko'p sonliqi qo'lladi. Shundaqla Xattabining qo'zg'olon harakatiga toqatining yetishicha yordamda bo'lib, ta'minot va moddiy yordamni aymaydiganligiga ahd berdi. Xattabi o'z qabilalarining moyilligini qo'lga keltirgandan keyin atrofdagi qo'shni qabilalarni to'plashga kirishdi. Shundaqla Baquya, Bani Ayyash, Murabittin, Timsimon qabilasining cho'nglarini o'zi bilan birlik saf hosil qilishga ko'ndirib, dushmanga qarshi urush qiladigan mujohidlarning sonini ko'paytdi. Tashkillash va hikmat bilan boshqarish eng muhim ishdir. Qo'zg'olon rahbarlari Timsimonning g'arbidagi Qomatg'i qo'mondonlik shtabida yig'ilish o'tkazdi va Xattabini qo'zg'olonga bosh harbiy qo'mondon qilib, saylab, uningga itoat qilishga va qo'llashga ahd berdi. Bu haqdagi to'g'ri ma'lumotga ko'ra, bu yig'ilish Xattabi jamoatining tunji jangi Adhar Obran jangidan 20 kun burun bo'lgan. Ya'ni 1921 yili bu yig'ilishga qo'zg'olon cho'nglaridan 30 ga yaqin kishi qatnashgan. Bular O'tir Rif rayonining qabila vakillarining cho'nglari edi. Masalan, Bani Viryag'il, Bani Torin, Bani Abdullah, Bani Buayyash. Xattabini harbiy bash qo'mondonligiga tayinlangandan keyin Xattabi qabila cho'nglari bilan maslahat kengashi elib borgan va bu yig'inda ularning hammasini tuandagi moddalarga ahd berishgan. 1. Oxirgi tiniqigacha dinini, izzat nomusini va vatanini qo'g'dash. 2. Ichki dushmanlik urug'ini chachmaslik. Har qanday ahvol va sharoitda ko'ni qisaslarni unutib ketish. 3. Shar'iy hukmlarni qat'iy ijro qilish. Qatorliqlar bo'lib, bu asosiy kengashdan qabilaga xos kichik yig'inlar elib berildi. Bu yig'inning maqsadi qabila ichidan askar to'plash, qurollantirish, rad kisilish, cheniqtirish vazifasini vakolatan o'rindash edi. Shuningdek, Xattabi piyoda qismini kichik guruhlarga bo'lib o'tgan bo'lib, har bir kichik atrat 12 kishidan tarkib topadi. Va ularda bir qancha kun uzildirmay askariy amaliyot elib berishga yetarlik o'q-dora va uzuq-tulik bo'ladi. Bu faoliyatlar ularning hujum va pistirma amaliyoti elib berishida sur'at va harakatning omillarini yaxshi mulohaza qilishga yordami bo'ladi. Adhar Obran va Anval jangiga minishdan ilgari Rif aholisida Xattabiga nisbatan ishonch tug'ilmagan edi. Balki ko'p kishilar uning samimiyatidan shak qiladi va chaqiriqlaridan qo'rqish his qiladi. Lekin Bani Viryag'il qabilasining cho'nglari uningdan xotirjam edi. Buning sababi bir qancha bo'lib, birinchi sababi buningdan ilgari bir qancha yurt cho'nglari o'zining Rifni yaxshi idora qilish davosini ko'tarib chiqib, Rifda bir qancha soxta rahbarlikning o'tirg'i chiqishi bo'lib, masalan, ilgari ismi chiqqan Buhmara va Muhammad ibn Hasan Simlani, Abdul Malik Muhiddin. Bular hammasi kazzoblar edi.
Mana bu ahvollar keyincha Rifda maydonga chiqqan har qanday yetakchi qo'mondonga nisbatan yomon ta'sir paydo qilgan. Shuningdek, yana bir qism Rif aholisi g'arazlik holda Xattobiyning keynidan so'z cho'chaklarini tarqatgan va ispanlar manfaatiga xizmat qiladigan kishi degandek tuhmatlarni o'ydirib chiqargan edi. Ikkinchi sababi, Xattobiy jamiyatining milliyada ispanlar bilan bo'lgan kona munosabatidir. Buningdek masalalar Xattobiyning mujohid to'plashiga ko'p to'salg'u paydo qilgan edi. Lekin Xattobiy Anval va uningdan keyingi janglarda zafar quchgandan keyin uning qo'mondonlikqa loyiqligi isbotlandi va nam shuhrati xalqqa taraldi. Chunki u o'zining rostchiligini isbotlab bergan edi. Hatto 1921-yili 18-sentabrda G'arbiy Rif va O'tir Rif qabilalarining mutuvarlari Ajdirda yig'ilib Xattobiyni Rifqa siyosiy qo'mondon qilib tayinladi. Xattobiy uningdan ilgari faqat askariy qo'mondon edi. Ular Xattobiyga amir, yo'lboshchi laqabini berdi. Haqiqat shuki, bu yig'ilish o'tkazilganda Xattobiy va inisi Muhammad vazifa ijro qilayotgan bo'lib, ular yo'q vaqtida saylam elib berilgan edi. Mana bu Xattobiyning haqiqiy qo'mondonlik salohiyatiga ega ekanligining dalili edi. Ammo Xattobiyning inisi Abu Muhammad bu saylanishni bilgandan keyin mas'uliyatning hudusidan chiqolmasligini aytib, qattiq rad qilgan va eg'ir g'amga cho'kkan. Lekin kuyog'li Azarxon uningga bu mansabni 3 kun o'z ustiga elib beqish taklifini berish orqali uni qoyil qilgan. Xattobiymi bu mas'uliyatni qat'iy qabul qilg'ili unmagan. Faqatla Azarxon uningga bilmamsanki, xalqing seni musulmonlarning manfaati uchun o'zingni o'limga ittirishga ittifoqlashibdi. Qandaqmi buni rad qilsan deb nasihat qilganda qabul qilgan. Uzun soya nomli kitobning avtori Screechning deyishicha, Xattobiy saylagan kishilarga o'zining buyrug'ini ijro qilish uchun ma'qul degan. Lekin ularning ko'nglida bo'lishi kerakki, Xattobiyning mansibi podshohlik mansibi emas. Faqatla xalqni birlashtirish uchun bo'lgan. Xattobiy xalqdan podshoh qiladigan muomalani ko'rmaslik kerak. Albatta, Xattobiymi odatdagi musulmonlardan biri. Faqatla amirlikka saylanishi bu mansabga o'ltirishdan ilgari qanday muomala qilgan bo'lsa, ziyoda qilmay shu bo'yicha muomala qilinishi shundir. Xattobiyning mundoq deganligi so'zlanadi. Mening vatanimga bo'lgan so'ygim shuni jazmlashtirdiki, men vatanim uchun har qanday qimmatlik narsamni beg'ishlab, tajovuzchi changaladan qutqizishim va vatanimni qoplab ketgan kasallarning doğrusini tepishim kerak. Xattobiy askariy qo'mondon bo'lgan mezgillarda haqiqiy qo'mondonning ulgusini yaratdi. U Mag'rib tarixida burundilla dushmanlashib kelgan qabilalarni birlashtira oldi. Xattobiy har qanday bir qabiladan ilgari uningga qarshi chiqqanlar bo'lsa-mu, uningga qaytilsa, shu qabilaning cho'nglarini qo'mondon qilib qo'yatdi va ularga o'z qabilalarining piyoda askarlar qismini boshqarish vazifasini topshirdi. Ularga doim zohidlik, taqvodorlik, qurbonlik va kamtarlik haqida nasihatlarni qiladi. Shundaqla ularni zulm qilishdan, shaxsiyati uchun qisos elishdan va xalqqa boj seliq belgilash qatorliqlardan qat'iy cheklaydi. Mana bu ishlar Mag'rib shimolidagi arab va barbar qabilalarining inqilob uchun Xattobiyning itoati ostiga uyushishga sabab bo'lgan. Xattobiy bu qabilalarning beshida turib, Rifning sharqidagi Qal'iya, Bani Riyog'il, Timsimon, G'amara qabilalaridan toki Rifning g'arbidagi Anjara va Jibola qabilalari qatorliqlarni qabilalarning madaniyati, islom madaniyati va xalq qizg'inligini, shundaqla g'arbning islomga uyg'un madaniyatini o'zining donishmandligi, qo'mondonlik qobiliyati va siyosiy ong saviyasiga dalil bo'laoladigan darajada bir ideyada birlashtira oladi. Masjidlar uning yurish qilish bazasi bo'lib, so'zlari oyat, hadislardan va Rasulullohning g'azot tarixlaridan tuyungan edi. U yana o'z xalqining ma'naviyatini ko'tarish uchun Misr, Iroq va Falastinlardagi kurashlar va ispanlarning Andalosda musulmonlarga qilgan zulm sitamlari,
Shundaqla o'zlarining suyumlik vatanidan qo'g'lab chiqarganligini, hatto ularni aqidasidan voz kechishga majburlagan tarixlardan so'zlab qarindoshlarga aslatib turadi. U mundaq deydi: "İspanlar Andalusdan musulmonlarni qo'g'lab chiqardi. Ba'zi bir qilib qilgan ojiz musulmonlarni nasaralashtirish uchun ularning o'ylariga qo'shmoq tuqqan bo'lib kirgan edi. İspanlarning Andalus musulmonlari qilgan zulmi aslo maxfiy emas. Ulardan dinni elib qochalganlar bizning diyorimizga hijrat qilib keladi. Mana sizlar hammanglar yoki ba'zinglar Andalusliklarning avlodlari. Hatto ular mushu yerlargacha sizlarga ziyonkashlik qilish uchun sizlarga agashgan." Xattobiyning barcha so'zlari moddiy manfaatlardan yiroq edi. U yana mundaq degan: "Sizlar ishtiholiq bir taomning og'zinglarda qanchalik tamlik ekanligini tasavvur qilib boqinglar va shu lazzat qanchalik davom qiladi, o'ylab boqinglar. Albatta u bir necha minutlar lazzatli. Yana o'ylab boqinglar. Shu tomoq oshqozonga kirgandan keyin qanday holat yuz berdi? Shuni obdan bilishinglar kerakki, har qanday bir narsaning faqat ozgina lazzatlanish vaqti va qimmati bo'ladi. İnsan ana shu ozgina vaqtlik lazzatga qul bo'lamdi. Mana bu shahvatlarimizga g'olib kelish orqali bizning odamiyligimiz texmo yuksak pallaga ko'tarildi va mushu orqali biz hayvonlik saviyasidan insonlik saviyasiga ko'tarilamiz. Ya'ni shon sharafdan bahramand bo'ladigan insonga aylanamiz. Xattobiyy ko'pincha nutqlarida bunu gapni takrorlaydi. Hozirgi davrimizda, ya'ni 20 va 20 asr yillari barliq islom shaharlari nasaralarning changilida. İslam dünyasından işgal bo'lmagan faqatla mushu kichikina zamin qoldi. Ya'ni Rif shahrini demakchi. Shunga biz ularning mushu zaminini tartib olishiga qarab turmasligimiz kerak. Balkim bu zamin barliq islom zaminlarini tajovuzchilardan ozod qilish uchun qo'zg'alish nuqtasi bo'lib qilishi mumkin. Men sizlarni uyun tamasha ve şahsi nefsaniyetçilik şehvetleringlardan g'olib kelishinglarga chaqirman. Sizlar moddiy ve o'tkinchi lazzatlarda zohidlik qila olsanglar, tunji g'albini qo'lga keltirgan bo'lasizlar. U bo'lsa-mu nafsiga qarshi g'alba bo'lib, doim nafsimizni paklab turishimiz zarurdir. Shundaqla bu qo'shin ve qo'shin qo'mondonlarining islom ummatining umid chirqi ve işgal ostidagilarning o'lgisi ekanligini doim eslatib turadi. Xattobiyy qo'shinning ma'naviyatini ko'taradigan, ularni sabr va qurbonlikqa undaydigan, jihodga qiziqtirib, shon, sharaf va qabilalik tabiatidagi qiziqqonlikni cho'radigan nutqlarni so'zlasimi, islomga zid jahiliyat qiziqqonlikdan xoli nasihatlarni qiladi. Hürmetlik anlıqçılar. Xattobiyy qurolliq qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anlatışı bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.